Keling, xizmat. Hurmatli fuqaro, biz majburiy ijro byurosidamiz. Alimentdan qarzingiz 9 million so'm bo'ldi. Uyingizgacha qidirib kelishimiz shartmi? Voy, ming bor uzr. Bugun hal qilamiz shu masalani. O'zi bir narsani o'ylab yurgandim. Qarang, shu alimentning o'rniga farzandim uchun bo'sh turgan hovlim bor. Shuni sovg'a qilsam bo'lmaydimi? Muboraklik ota xuddi shunday qildi, ya'ni farzandining 18 yoshgacha bo'lgan moddiy ta'minoti uchun 6 sotixli hovli berdi. Ma'lum bo'lishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Koson tumanlararo sudining sud buyrug'iga asosan qarzdor erkakdan farzandining 18 yoshga to'lguniga qadar moddiy ta'minoti uchun aliment undirish belgilangan edi. Muborak tuman bo'limi ish yurituviga kelib tushgan. Davlat ijrochilarining ogohlantirishiga qaramasdan, u aliment pullarini o'z vaqtida to'lamaganligi natijasida qarzdorlik miqdori 9 million so'mga yetgan. Joriy yilning noyabr oyida davlat ijrochilari tomonidan olib borilgan navbatdagi ijro harakatlari natijasida qarzdor o'z burchini qonun doirasida amalga oshirish zarurligini anglab yetdi. Ma'lum bo'lishicha, erkak farzandi uchun hovlini shu kunning o'zidayoq qonuniy rasmiylashtirib bergan. Shu tariqa ijro hujjati to'liq bajarilib, ish yurituvi yakunlandi. Afsuski, bugun oramizda oilasidan ajrashib, farzandi uchun aliment to'lamay qochib yurgan otalar haqida ko'p eshityapmiz. Shu o'rinda muhim eslatma: hurmatli ota-onalar, farzandlaringiz voyaga yetguniga qadar ularning moddiy ta'minotiga javobgar ekanligingizni unutib qo'ymang.